Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, men qarindoshlar Nabijalloh. Bugungi programmamizda Xitoy tajovuzchilarining yaqinliqi mushu atigi kunda navbatda Bejandagi Yevropa Ittifoqining Bejanda turishlik amaldorlarini Sharq Turkistonga ziyoratga da'vat qilganligi chaqiriqqa chiqqan, ammo uni Yevropa Ittifoqining uni amaldan qoldirganligi hozircha tayyorlik bunday şekilde bağmay başka şekilde atraflı tayyorlik qilib berish uchun keyingi surganligi ma'lumot o'ttirdi. Ammo Xitoyning da'vatida 27-yillardan 29-yillargacha Sharq Turkistonda ziyorat qilishga yo'l qo'ygan. Ba'zi bir shartlarni o'ttirib qo'ygan. Ular shu yana shu burunqi paz bo'yicha o'zi yasab qo'ygan yerlarga, o'rinlarga berish, bag'zush, ko'z tutish shaklida bir o'yin o'ynamoqchi bo'lganligi ma'lum qarindoshlar. Ammo bir narsa, endi vatandan egalligan uchurlarda qarindoshlar. Xitoylar shu bir haftadan buyon Sharq Turkistonda oilasi dekilar rasmiy kesim bilan kesilgan hukm e'lon qilganlarning uyiga boshqadan uyga kelgan xizmatchi kadr soqchilarining sonini avutgan, ularni nazoratga olgan. Yani ularni sirtqi chiqishni, yani sirtlar bilan aloqasi, yani mayli bozorlarga berib ko'ktat elish bo'lsin, kerakli narsaga turmush lozimliklarni elishni cheklagan, nazorat ostiga olgan, uydan chiqizmagan. Balkim uydagini bani yavatamda, akirib birvatamda azroq chekildi bilmaymiz. Ammo uyda qolganlarmi, sal yeshi cho'ng cho'nglarimiz, ota-onalarimizdan bo'lganligi uchun ularni qattiq nazorat ostiga, hattoki o'zining qo'shnisining uyigami chiqilmagan ahvollar bor. Yana bir tarafdan Xitoy qanday o'yin o'ynayotdi desanglar, bu tekshirishni oldini olish uchun lagerdagi bular Urumchini markaz qilgan shimol rayonlaridagi ba'zi bir nuqtaliq shaharlarni Urumchini asosli markazi qilgan asosda lagerdagi kishilarni kunduzi qo'yib berilayotgan. Ya'ni qo'yib berish nimasiga kunduz shu yerga nima qilg'ili borsa desa, ya'ni shu yerga boradi ekan, lagerga berib keldi ekan, oqshom uyga yenib keladi ekan. Nimish berib kelsa desa, ayolda ishlayaptimi? Lagerda ish o'rlashtirildi. Yoki biz tarbiyalash markazi ashi degan o'rinda tarbiyalash markazimiz u ish o'rlashtirgan ya, ishga berib kelyaptimi degan shaklda bunday shaklda bir narsa yasab chiqqanligi o'ttirg'i chiqyapti qarindoshlar. Xitoy nayt izchil turda atrofli shaklda bir harakat qilayotganligi ma'lum. Chunki mayli Yevropa Ittifoqining bo'lsin, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bo'lsin, xalqaroning besimi bo'lsin, uzluksiz kelayotgan besimiga nisbatan hozir shiqanxo'r Yevropada mayli Fransiyaning prezidenti Macronning Sharq Turkistondagi lagerni bekor qilmamsa, nima uchun ularni tutqun qilib olsa degan savoliga javob berish olsun. Bu jarayonda mana biz o'rlashtirdik. Sizni keling dedik. 27-yillar, 29-yillarga ish qo'ydik ayna. Bilib qanday ziyorat qilvasanlar bo'ladi degan shaklda yaxshi qilish uchun bu Yevropadagi ziyorat vaqtida Sharq Turkistonda 2 kunlik nimasini o'rlashtirganligi mandaq xalq so'ragan Yevropadagi mana bugunmi ata Yevropa birligida nimaninki Yevropa Ittifoqining boshlig'i, Germaniyaning prezidenti, Fransiyaning prezidenti uch bilan tang bir vaqt ko'rishdi Xitoyning qanxo'r raisi. Unda bo'lgandan bularning savoliga javob berish uchun bir shaklda nima qilayotganligi o'tirishmoqda. Yana bir nuqta qarindoshlar, diqqat qilgan bo'lsak, Shuhrat Zokir budaqi 15-yillar, 14-yillar muxbirlarga javob bergan vaqtida bunday bir gapni qilgandi. Ular kechasi qaytib uyda yetyapti, uyga qaytib ketalaydi degan gapni qilgan dedi. Bu degan gapi buningdan keyin shundan yo'l qo'yimiz, sizlar keldigan ishonlar bo'lsa degan bishorat ekan asli. Bu shuning tayyorlik qilib hozir bir turkum insonni kechasi uyga berib yetishqa, ya'ni bir turkum qisqa rayondagi juma, masalan Urumchining bir qisqa rayondagi ma'lum bir tekshiruvchilar keldigan rayondagi insonlarni shunday qilayotganligi ma'lum. Bu umumiy jihatdan emas. Sharq Turkistonning janub shimolining hamma yerida emas. Hozir hamma yerda necha million insonlarimizning qamalganligi hammamiz bilamiz. Demak, Xitoy manda bir shaklda o'yin o'ynayotganligi ma'lum. Hatto ba'zi insonlarni
Biz müşahede davranını kılıvatkan, galibisini kılıvatkan, ama kane mava serkillerimiz, kane mava nimelerimiz, kane mava aktiflerimiz diye insanların bazılarının bazı şekilde yasal bir şekilde utturağa çıkıp üyge koyup bir şekilde urtukallar bilen bir köreştirip koyavatkanlığı. Ya olmasa bir şekilde aşivettendeki şu mesul sakçalar, yakımız kadırla sırttaki müşahede ferzentlerine telefon urup dadan olan köreşmemse, ana olan köreşmemse uçuruşturup akılay köklay degan şekilde bir narsalarni o'ttirg'i chiqayotganligi ma'lum. Bu nima qilmoqchi Xitoylar bu orqali deganda dunyoni aldash uchun yana bir o'yin o'ynayotdi qarindoshlar. Hamda biz bunda o'yin qanday qarshi tura olamiz? Bizning qo'limizdan nima ish keladi deganda mening tushanchamda hozir biz qila oladigan ish biz darhol yanılam ijtimoiy uchur vositalarida biz o'zimizning urug' tuqqanlarning nimasini qaytadan chiqirli. Kun tartibga ekilli. Qani mavi qani, ma nada, mani ko'rsat degan o'xshash mana Uyg'ur faoliyatidek yana bir shaklda o'tirga o'zimizning fikrlarini, o'zimizning tuqqanlarini, o'zimizning uyimizning adresini, yo'qolgan qarindoshlarimizning adresini beraylik. Mana mayaga beringlar deb. Bardigan mayli Yevropa birligidagilar bo'lsin, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagilar bo'lsin, biz bergan adresga borsin. Biz bir eşküz adresini verirle. İşençlik saçtan ben birime üyemnin adresini. Basın bizim öyge. Bizim öyge verip kösün. Üyemde kim var kim yok. Onu bir bilsin. Anındaki bir şekilde çoğu. Nime kılsın. Demek biz bunu aşkarı kılmayla adresimizin kimliği bardığını Xitay yana u bardığa yani ki yine tayarlı kılmamızsın. Demek şekilde məlum bir yerге berdığını verirler ama umumi şekilde ictimai uçur vasıtalarında muşu hazırki Xitayning saxta şekilde teşkilçiler banasında aldaş arqılı bir mezgillik mes qilish, bir mezgillik qo'yib berish, bir mezgillik bir şekilde biz maciretde meni ata-onam qani, akam qani, acham qani, urtuqalarim qani deb da'vatqanligi bir şekilde yalğan şekilde uçur berish uchun o yerdagi qarindoshlarimizni nima qilayotganligi yalğan şekilde aldap közünü buyaş üçün çıkıp bir mezgil sırtı toğuzup qoyup yani şekilde benim qıpırvatqanlıqdek mesele oturdu. Onun için bu şekilligini bunu biçit qilish üçün biz derhal bu şekilde yanılam ijtimoiy uçur vasitalarida özümüzün urug' tuqqanlarnikida mayli guvohlik berish şekilde olsun, mayli rasmni avatish şekilde olsun, mayli şu bardigan Birleşken Davlatlar Teşkilotining yoki Yevropa Ittifoqining shu komissiyonlarga, shu bardiganligiga biz bir şekilde ular bilan Allah şekillendirip bana ma adreski ma insanlardakini qılinglar degan şekilde bularga nima qilayli? Material ta'minlayli qardoshlar. Material ta'minlayli ijtimoiy uçur vositalarida mayli Twitter olsun, mayli nimada olsun, mening tuqqanlarimga mana manda qildi, ma tuqqanlarim ma yo'q, ma o'ringa beringlar, tashkilotchilar ma o'ringa kirib tekshiring degan gaplarni qisqa şekilde biz Twitterga yozayli, rasmlarini chiqirayli, inglizcha va dunyoning har xil tillarida Twitter'ga hemmimiz atayla qarindoshlar. 6-7 xil til olsun, az deganda bir şekilde bildiğin devletning tillarimizda shuni ijtimoiy uçur vositalarida bambakirlayli. Bununla o'tirg'i chiqolmayman deydigan yoki chiqsam bo'lmaydi qo'rqam deydigan qarindoshlarimiz chiqolmasangiz hech bo'lmaganda ham bakirlab biring. Ayadagi tuqqanlarimizni qutuldiramiz, ashlarning ovozi bo'lamiz deydiganmiz qarindoshlar. Biz aşıldan avaz olab, aşılı üçün guvalık verelsek, aşılı üçün vaqır alsak, anandaki Allah'ın qutuldur alayımız. Xitaylar depto qarindoshlar. Şu işni qilyapti, aşağıda davranını qilyaptgan, ma tuqqanim avtı deb sürüşti qilyaptganligini qo'yib berib turayli. Ma sürüşti qilmaganligini balda yo'q deytli deb, sürüşti qilmayotgan biz ichkariga o'tkazib ketgan yana 500 ming qarindoshimiz bor. Qarindoshlar. 500 ming qarindoshimiz. Hozir biz bu yerda vatan hozirgi nimamizda bir 200 ming odamni chiqarmadik. Qarindoshlar. Buning uchun biz bir şekildeki mayli O'rta Osiyoda qozoq qarindoshlarimiz olsun, bu paytda mayli Sirikchan o'ttirda hozir bulanmagan taqdirdimi, boshqa qarindoshlarimiz yana o'xshashlar ijtimoiy uçur vositalarini hech kim itib o'tmaydi. Mayli Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, mayli nerdikini olsun. Onun için mushi ijtimoiy uçur vositalarini yani biz o'xshashlar şu mayli şu qarindoshlarimizningini burungi davosini qanday rasmni ko'tarib qilgan bo'lsak, shu shaklda qilib nima deb o'rtoqlashayli. İctimai uçur vasıtaları ortaklaşayla. Mana qani, mani izdirgini qani, mani izdirgini qilinglar. Bag'allar, meni tuqqunimni izdanglar deb bir 2 ming odam o'tirdi chiqili. Chiqib, bardiganliga quliga bir material berayli.
Shunda qilganda Xitoyning texnik qilayotgan o'yini berbat bo'ladi qarindoshlar. Xitoy o'z dalillab bergan, yasab bergan yerdan boshqa qani ma odam deb axaqning qo'lida material bo'lsa, material asosan qani ma odam ma qarmaydiki ma odam qani, ma Urumchidagi ma odam qani, ma Qashqardagi, ma Xotandagi, ma Otishdagi odam qani deb bundan beraylik. Biz adres bilan nima bilan bersak, qani ma odam. Ma odamning izdirigini yo'q deb ana tuqqanlarim bizga xato aytibdi mana deb rasm bilan nimasini dalil qilgan ekan. Shu odamning javobini berishga majbur bo'ladi. Tashkilotchilar bo'lgan ekan qarindoshlar. Shunga oldin qitim bo'lgan 12 davlatdagi haliqi o'zining nima desa ma'qul deydigan nimalar emas ma'buda xabardaganlar. Onun uchun biz mushundaq fursatlarda xalqaroning kun tartibli bo'lgan fursatlarda foydalanishni bilaylik qarindoshlar. Foydalanishni bilib, hammamiz ijtimoiy uçur vositalarida yana o'zimizning tuqqanlarini o'xshash shaklda qani manada, mani nega qadang, mani chiqirib mani erkinligini qo'yib ba, mani huquqini deb mushuni talab qilaylik. Hech bo'lmagan ashina bo'lsin, 5 kun bo'lsinmi, chiqib bir şekilde bu şekilde Xitoyning qilayotgan yolg'onchiligini, kazzobligini, hiylagarligini yana bir qitim fosh qilaylik qarindoshlar. Agar bir şekilde urug' tuqqanlarimiz chiqib ketsa, jimib qolmaylik qarindoshlar. Bu bir mas'ul qilgan hukul bo'lib qolmasin. Oshkora o'tirib chiqamsak, ama yoshirin shaklda yana harakat qilaylik. Mening tuqqanimni chiqaryapti, mening tuqqanimni qo'yib beribdi. Bo'ldimdi men desangiz vaqt xatolashgan bo'lsiz. Chunki bu Xitoyning bir mezgillik o'ynayotgan o'yini. Biz 70-ning yog'i bundan qanday o'yin o'ynaydiganligini, qanday qildiganligini, ikkinchi pardasini nima chiqadiganligini buni bilib yetiglik biz. Hammamiz buni tushunaylik. Shuning uchun buningkiga biz yana aldam qolsak tushmaylik. Ma chiqirib qo'yib, "Apa mana dadang mana" deb kameraga chiqib qo'shilib mas'ullar etib qolsak, vaqtda biz ziyon tortgan bo'lamiz. Ularni cho'qim erkinligi, cho'qim kapolatga ega qilmoqcha biz bu davarimizni to'xtab qolsak, biz ziyon tortishlardan bo'lib qolamiz qarindoshlar. Shuning uchun mushu masalada yana inshaalloh mushu nimaniga asosan biz yana mushu masalada bir kun tartibga kelib olsak, nayt yaxshi deb qarayman qarindoshlar. Bu yana fursat Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ham Yevropa Ittifoqining mayli qayerdagi Beijing turishligidan bo'lsin, nerdan bo'lsin, biz bularga nisbatan aniq shaklda hozirgi egalligiga uchurlarimizni qanday bo'lganligini aniq shaklda bu yetkazib tursak, bularning o'zining kanallari bor, bularni tushunib qila oladi. Ammo da'voning egisi bo'lgan biz, urug' tuqqanlarimizning yaqinlari bo'lgan biz, qarindoshlarimizning da'vosini qilayotgan biz bo'lgan so'zimiz bilan biz yana o'ttirga chiqib, texnik shaklda, jonli shaklda burunqi o'xshash kun tartibini qog'ozga qo'ymaylik qarindoshlar. Ijtimoiy uçur vositalarida mayli Instagram, mayli WhatsApp, mayli Twitter, mayli Facebook bu şekilde bunu yana kun tartibda tutib turli. Bir ish qilib bo'lib men yo'llab qo'ydim, men avatib etdim, men ayoq yo'llab etdim, mayoq yo'llab etdim, davlatning prezidenti xat yozib etdim, bo'ldi ishim tugadi. Yo'q, unda emas qarindoshlar. Biz kuniga taki shularning biz ko'zimizdan ko'rib qo'limiz anglashlik davomlashtiramiz. Uningdiki yanacha yana bir boshqa shaklda ularning haq-huquqini kafolatlandirish uchun yana davarimizni davomlashtiramiz qarindoshlar. Shuning uchun mushunga bir diqqat qilib qo'ysak degan shaklda bu programmani ishladim qarindoshlar. Bu programmani yoqtirgan bo'lsanglar, bosh barmoqlarni chiqarib qo'yinglar, taqib qo'yinglar qarindoshlar. Salih duolarni bo'linglar. Bir shaklda buni o'rtoqlashaylik. Bir shaklda Xitoyning Sharq Turkiston ilib berayotgan mushundaq narsalarga qarata biz darhol inkos qaydirib, buningga bir harakatda bo'laylik. Umumiy xalq harakati degan mushu qarindoshlar. Bir narsaga nisbatan umumiy shaklda men Uyg'ur bo'lsin, mayli sarxillar faoliyatini bo'lsin, mayli har xil shaklda bo'lsin, bularning shaklda kun tartibga kelishimiz bizning hozir qila oladigan unumlikcho g'alaba qozona oladigan bir usulimiz. Buni ching tutishimiz kerak. Axborot urush qilyapmiz qarindoshlar. Buni unutma. Axborot urush qilyapmiz biz Xitoylar. Shuning uchun mana ishlarimizda o'rtoqlashib, agar mening faoliyatlarim kamkusiyallarim bo'lsa, to'liq ishonishni umid qilaman qarindoshlar. Hammani Janob Alloh topshirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.